bo'ldi? Voy, tushuntiribroq gapirsang-chi. Oyi, men u yerda xizmatkorman. Oshxonada ikkinchi oshpazman. Qaynonamga yordamchiman. Tinim yo'q. Bor yo'g'i 3 soat uxlayman. Bular pastga shoyli, har bir narsadan tejashadi. Qaynonam umuman tinch qo'ymaydi. Xuddi cho'ridek ishlatishadi. Kuyov bola, Labbi. bu kafengizga ishchi kerak bo'lgani uchun qizimni olib ketgan ekansiz-da? Aylanay. Yo'q, men hozir hammasini tushuntiraman. Siz deyishga ham arzimaydigan maxluq ekansan-ku. Nima haqqing bor seni? Qizimni pasporti bilan telefonini olib qo'yishga. Ha? Pasportni, telefonlarni olib qo'ygan ekan. Xuddi shunday. Bu yolg'on kim aytdi sizga, ha? Qizimni ko'chaga chiqarmasdan ota-onangga aytsang sharmandangni chiqaraman. Ushlab oldim deb qo'rqitgan ekansan-u. Iye. Quldek kafengda ishlatish uchun uylanganmiding? Sen kimsan sen? O'zi meni qizimni quldek ishlatadigan. Senga kim huquq berdi? Nima bo'ldi? Voy, tushuntiribroq gapirsang.